Tabiat qo'ynida osoyishta dam olish, toza havo va tog' manzaralaridan bahramand bo'lishni istaganlar uchun Qashqadaryodagi Hisorak suv ombori eng ma'qul manzillardan biridir. Shahrisabz tumanidagi Meraki mahallasi yaqinida joylashgan bu hudud turizm salohiyati bilan e'tiborni tortmoqda. Navbatdagi lavha aynan shu manzildan tayyorlandi. Bu yerda amalga oshirilayotgan turistik infratuzilma loyihalari mahallaning salohiyatini yanada oshirmoqda. Biz tadbirkorlarga mana yurtboshimizda shuncha yaratib bergan shart-sharoitlardan foydalanib, tog' bag'riga, suv ombor yon bag'riga mana shunaqa bir chiroyli ko'ngilochar joy qilganmiz. Bundan keyingi rejalarimiz hozir bitta zipline qilish. Keyin mana bizga ko'p talab bo'lyapti. Shu kelgan sayyohlarning talablari qanaqadir bir yotadigan sharoit qiling deyishyapti. Shunga bir mehmonxona qurish niyatimiz bor. Meraki mahallasi turizmni rivojlantirish maqsadida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Yo'llar va zamonaviy xizmat ko'rsatish shoxobchalari barpo etilgan. Shuningdek, milliy urf-odatlar, hunarmandchilik va gastronomik festivallar orqali sayyohlarga boy madaniy muhitni his qilish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa mahalla aholisi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratib, barqaror rivojlanishga xizmat qilmoqda. Ma'lumot uchun 2016-yildan boshlab sayyohlar uchun ochiq bo'lgan Hisorak suv ombori atrofi esa bugungi kunda haqiqiy dam olish va tabiat bilan muloqot qilish maskaniga aylangan. Tabiiy go'zallik, toza havo va sokin muhit sayyohlarni o'ziga rom etmoqda. Suv sporti, piknik zonalari, yurish yo'lakchalari va turistik marshrutlar orqali bu hudud yil davomida 100 minglab mehmonlarni qabul qilmoqda. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.